Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda biz aynan noyabr va dekabr oylarida, ya'ni 2024-yil noyabr va dekabr oylarida tushgan reading part 1 savollarini tahlil qilamiz birgalikda. Xo'p, diqqatli bo'lib turinglar. Reading part 1 qismi bu bilasizlar, birinchi readingda birinchi keladigan qism va B1 darajada bo'ladi. 6 ta savol va o'sha 6 ta savolni tushirib qoldirilgan so'zlarni o'z o'rniga qo'yish va tushirib qoldirilgan so'zlar aynan tekstdan olingan bo'ladi. Ma'noga, tarjimaga qarab va word formationga qarab, grammar structuresiga qarab, demak bemalol o'sha qolgan qismidan, tekstni qolgan qismidan demak topib olsangizlar bo'ladi, shunga match qilib olib. Endi qaranglar, ko'pincha shunaqa qoida aytishganki, ya'ni aynan misol uchun birinchi savolni oladigan bo'lsak, aynan birinchi savolning javobi faqatgina undan oldin keladigan gaplarda beriladi deb aytilgan. Ya'ni tushirib qoldirilgan so'zlar faqat undan oldin keladigan gaplardan olinadi deb aytilgan. Ko'pchilik joylarda shunaqa deb o'rgatilgan. Lekin bu narsa xato bolalar, hech qanaqa qoida yo'q. Maltalo'l imtihonida xohlagan bitta joyda oladi. Misol uchun aynan savollarni javobi undan keyin kelgan gaplardan ham olinishi mumkin. 90% holatda undan oldin kelgan gaplardan olinadi va 10% holatlarda, ba'zi holatlarda undan keyin kelgan gaplardan ham olinishi mumkin. Va e'tiborli bo'linglar, bu narsani oddiygina o'sha topshiriqni o'qib turib ham tushunib olsangizlar bo'ladi. Ya'ni reading part 1 da imtihonda yozilgan bo'ladi, tekstni qayerdandir olingan deb. Aynan undan oldingi kelgan gaplardan deb yozilmagan bo'ladi va bunaqa qoida hech qanaqa yo'q. Faqat ko'pgina holatlarda undan oldin keladi savollarning javobi. Shuning uchun shunaqa deb o'rgatishadi, lekin bu xato. Xo'p, demak bu aynan Anna bilan uning ukasi fermaga tashrif buyurgani haqidagi reading part 1 birgalikda ko'ramiz. Noyabr oyida tushgan va dekabr oyida ham aynan shu tushgan, faqat savolida biroz o'zgarish bilan birga. Shuni demak birgalikda ko'rib chiqamiz. Anna and her brother Lou visit a farm. Demak, Anna va uning ukasi Lou fermaga tashrif buyurishdi. They were thrilled because they had never seen farm animals up close before. Demak, ular juda ham xursand edi, chunki hech qachon ferma hayvonlarini bunchalik yaqindan ko'rishmagan edi. The first they encountered were sheep. E'tibor qaratinglar, sheep so'zi yozilgan. Demak, the first birinchi nimadir, they encountered degani ular duch kelgan. Demak, ular duch kelgan birinchi nimadir, bu qo'ylar edi. Sheep so'zi s qo'shimchasini olmagan, lekin qo'ylar deb tarjima qilinadi bu yoqda, chunki 3 ta so'z bor: fish, deer, sheep. Bu 3 ta hayvonlar, demak birligi ham, ko'pligi ham bir xil. Hech qanaqa ko'pligiga s qo'shimchasini qo'shmaysizlar, sanalsa ham. Demak, istisno holat bu. Demak, ularni birinchi uchratgan, demak nimasi bo'ladi? Animals bo'ladi. Chunki sheep bo'lganligi uchun animals degan javobni olamiz. Keyin Lou was surprised to learn that the wool from days. Ana endi mana shunaqa days so'zlarga e'tiborli bo'linglar, chunki shularga qarab undan keyin keladigan so'zlarni word formationni bilib olsangizlar bo'ladi. Demak, bundan keyin keladigan so'z ko'plikdagi sanaladigan ot hisoblanadi. Va tarjimaga qaraymiz. Lou hayratlandiki, bilib olgandan keyin nimani? Aynan nimadandir, ana u nimalardandir olingan jun, aynan sviterlar yoki sharflarga o'xshash kiyimlarni tayyorlashda foydalanishini bilib, demak hayratlandi. Demak, nimalardan olingan jun bo'ladi? Demak, oldinda kelgan gapda aytilgan bo'ladi sheep, ya'ni qo'ylardan olingan jun. Davom ettiramiz. Next, they went to the chicken coop and noticed it as sitting on a nest of eggs. Xo'p, non-artikliga e'tibor qaratinglar. Demak, biz uchinchi topishimiz kerak bo'lgan so'zimiz sanaladigan birlikdagi ot va undan tashqari undosh harf bilan boshlanadi. Xo'p, demak, keyin ular aynan tovuq inini oldiga borishdi va Anna payqadiki, nimadir o'sha tuxumlarni uyasini ustida o'tirgan edi. Demak, bu yerda uchinchi savolimizda chicken bo'ladi, ya'ni tovuq o'tirgan bo'ladi. Uchinchi savolimizning javobi chicken yozamiz. Xo'p, the farmer explained that they would hatch in about 3 weeks. Xo'p, ana endi fermer tushuntirdiki, aynan 3 hafta ichida nimadir ochib chiqishini. Endi mana shu yerda, mana bu gapda oldin egg so'zi bor va undan keyingi gapda esa mana bu yerda chick so'zi bor. Tuxumlar va jo'jalar.
shu noyabr imtihoniga kirib chiqqanlarni yarmi egisni belgilagan, yarmi cheksni belgilagan. Bu yerda javob, to'g'ri javob cheks bo'ladi, bolalar, eggs emas. Nimaga eggs deb tortishib olishdi? Chunki ko'pchilik aynan faqatgina undan oldingi kelgan gaplardan olinadi degan qoidaga yopishib olganligi uchun, xuddi shu uchun eggs degan javobni olishdi, lekin xato. Xatoligi dekabr imtihonida tushganida aniq bo'ldiki, chunki dekabr imtihonida aynan teskarisiga savol bo'ldi. Ya'ni mana bu yerda 4-savolimizda cheks so'zi qo'yilgan edi va mana bu yerda belgilaganim o'rnida savol bo'lib tushgan edi. Shundan 100% bilsa bo'ladiki, aynan 4-savolimizda javobi cheks bo'ladi. Ya'ni fermer tushuntirdiki, jo'jalar 3 hafta ichida tuxumdan chiqadi. O'zi hatch so'zining ma'nosi tuxumdan yorib chiqmoq degan ma'noni bildiradi. Xo'p, 4-savolimizda javobi cheks bo'ladi. Xo'sh, Lou curiously asked if the chicks would resemble their father or mother. Lou demak shu qiziqib so'radiki, o'sha jo'jalar onasiga o'xshaydimi yoki otasiga o'xshaydimi? They laughed and said they might look like both. Kimdir kuldi va javob berdi, ular ikkalasiga ham o'xshashi mumkin. Demak, bu yerda kim tushuntirayotganida, fermer tushuntirayotganda, shuning uchun 5-savolimizda javobi farmer bo'ladi. Then they headed to the barn where they met a friendly cow and I was amazed to learn that these could produce up to 30 liters of milk. Keyin ular demak omborxonaga qarab ketishdi va u yerda do'stona juda ham bir ajoyib sigirni uchratishdi. Anna hayratlandiki, aynan shu nimadir kuniga 30 litr sut berishini bilib, demak hayratlandi. 6-savolning javobi demak nima bo'ladi? Cow bo'ladi. Sut berayotgan, demak sigir bo'lganligi uchun 6 cow. Xo'p, davom ettiramiz. Ana endi dekabrda xuddi shu tushgan testni tahlilini ko'ramiz. Dekabrda tushgan, faqat bir ikkita savolida o'zgarish bor. Aynan shuni ko'rib chiqamiz. Anna and her brother Lou visited the farm. They were thrilled because they had never been there before. Demak, Anna bilan ukasi nimaga Lou fermaga tashrif buyurishdi. Ular juda ham xursand edi, chunki ular hech qachon bunaqa nimadadir bo'lmagan edi. Bo'lsa, demak, nimada bo'lmagan? Fermada. Farm so'zi bo'ladi. Birinchi savolimizning javobi demak farm. Keyingisi 2-savolimizning javobi demak xuddi o'sha sheep so'zi bo'ladi. Faqat birinchi savolimiz o'zgargan. Birinchi savolimizda noyabrda animal so'ragan edi. Bu yerda farm bo'ldi. 2 o'sha sheep bo'ladi, 3 chicken bo'ladi. Tahlil qilib o'tirmayman vaqt ketmasligi uchun. Va 4-savolimizga e'tiborli bo'linglar. Mana men sizlarga aytgan narsa, demak the farmer explained that the chicks would hatch in about 3 weeks. Demak, o'sha nima tushuntirdiki, fermer tushuntirdiki, aynan shu jo'jalar 3 hafta ichida chiqadi, tuxumdan yorib chiqadi. Lou curiously asked if they would resemble their father or mother. Demak, Lou so'radiki, qiziqib o'sha aynan o'sha nimalar, demak jo'jalar otasigami, onasigami o'xshaydimi, kimga o'xshaydi deb so'radi. Demak, 4-savolimizning javobi chicks bo'ladi va aynan isbotini topdiki, noyabrdagi testning javobi eggs emas chicks bo'lishi. Va 5-savolimiz farmer bo'ladi, hech qanaqa o'zgarmagan. 6-savolimiz cow bo'ladi. Va mana noyabr va dekabr oyida tushgan reading part 1 tahlili bilan tanishib chiqdingiz. Agar keyingi darslarni ham xuddi shunaqa reading tahlillarini ham ko'rishni istasangizlar, demak qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosinglar. Albatta imtihonga kiradiganlarga bu videoni share qilib qo'yinglar, chunki ularga juda ham foydali bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.